Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Algoritm darslarini davom ettiramiz. Bugun 6-darsimiz. Shartli bajarish agar unda, ya'ni agar shunday bo'lsa nima qilamiz degan mavzu bo'yicha o'rganamiz, tahlil qilamiz. Oldingi darsda biz ketma-ket bajariladigan buyruqlar haqida gaplashdik, ya'ni algoritmda qadamlar tartib bilan bajariladi. Bugun esa algoritmning yanada qiziq joyiga o'tamiz. Bugungi mavzu shartli bajarish. Oddiy qilib aytganda, agar biror shart bajarilsa, bitta ishni qilamiz. Agar bajarilmasa, boshqa ish qilamiz. Bu hayotda juda ko'p uchraydi. Masalan, agar yomg'ir yog'sa, soyabon olamiz. Agar yomg'ir yog'masa, soyabonsiz chiqamiz. To'g'rimi? Agar telefon zaryadi kam bo'lsa, zaryadga qo'yamiz. Agar zaryadi yetarli bo'lsa, ishlataveramiz. To'g'rimi? Agar svetoforda yashil chiroq yonsa, yuramiz. Agar qizil chiroq yonsa, to'xtaymiz. Mana shu shartli bajarish. Algoritm faqat ketma-ket qadamlar emas, ba'zan algoritm qaror ham qabul qiladi. Lekin bu qaror odamdek his-tuyg'u bilan emas, shart asosida bo'ladi. Masalan, bal olmishdan katta yoki teng bo'lsa, talaba o'tdi. Aks holda talaba yiqildi. Bu yerda shart nima? Bal olmishdan katta yoki tengmi? Agar ha bo'lsa o'tdi, agar yo'q bo'lsa yiqildi. Endi buni hayotiy misol bilan tushunamiz. Tasavvur qiling, siz eshikdan chiqmoqchisiz, tashqariga qaradingiz. Agar havo sovuq bo'lsa, kurtka kiyasiz, agar havo sovuq bo'lmasa, kurtkasiz chiqasiz. Bu yerda algoritm shunday, tashqaridagi havoni tekshir, agar sovuq bo'lsa kurtka kiy, agar sovuq bo'lmasa oddiy kiyimda chiq. Tashqariga chiq. Mana shu shartli algoritm deyiladi. Endi algoritm tilida buni shunday tushunamiz. Agar shart rost bo'lsa, birinchi yo'l. Agar shart yolg'on bo'lsa, ikkinchi yo'l. Tushunarli? Bitta blok sxema qilganmi? Mana. Tushunarli? Agar shart rost bo'lsa, birinchi yo'l bajariladi mana. Agar shart yolg'on bo'lsa, ikkinchi yo'l bajariladi. Tushunarli? Ikkalasi ham natijaga olib boradi. Algoritm shunday qaror qabul qiladi. Masalan, son 8. Savol: 8 soni 5 dan kattami? Ha, katta. Demak, shart rost. Yana bir misol. Son 3. Savol: 3 soni 5 dan kattami? Yo'q. Demak, shart yolg'on. Bu juda oddiy, lekin keyingi katta algoritmlarning asosi shu. Endi amaliy masala qilamiz. Berilgan son juftmi? Bu bo'yicha mana. Berilgan son juftmi yoki to'qmi? Yaxshilab qaraysiz. Masalan, son 6. Biz nima qilamiz? Sonni 2 ga bo'lganda qoldiq qoladimi? Shuni tekshiramiz. 6 ni 2 ga bo'lsak 3. Qoldiq 0. Agar qoldiq qolmasa, son juft bo'ladi. Tushunarli? Agar qoldiq qolsa, son to'q. 6 soni 2 ga bo'linsa, qoldiq qolmaydi. Demak, 6 juft. Endi 7 ni olamiz. 7 soni 2 ga bo'linganda qoldiq qoladi. Demak, 7 to'q. Mana shu yerda algoritm qaror qildi. Lekin qaror qanday qabul qilindi? Shart orqali. Endi yana bir misol. Masala: talabaning baliga qarab o'tdi yoki yiqildi deb chiqarish. Boyagi nima qildik? Boyagi misolni. Tushunarli? Xuddi olmishgacha bo'lsa, olmish ham kirsa, demak o'tdi. 59 bo'lib qolsa, yiqildi. Tushunarli? Endi yana bitta misol ko'rsak. Masalan, biz yangi telefon sotib olmoqchimiz. Byudjetimizda 2 million so'm pul bor. Do'konda telefon narxi 1 million 800 ming so'm. Shart: agar telefon narxi byudjetdan oshmasa, sotib olamiz. Agar byudjetdan oshsa, olmaymiz. 1 million 800 ming so'm 2 milliondan kam. Tushunarli? Demak, sotib olish mumkin. Endi boshqa telefon 2 million 500 ming so'm bo'lsa-chi? Bu byudjetdan oshib ketdi. Demak, olmaymiz. Ko'ryapsizmi? Shartli bajarish hayotdagi tanlovlarga juda o'xshaydi. Endi shartlarni qanday tushunamiz? Shart odatda savolga o'xshaydi. Masalan, son 10 dan kattami? Parol to'g'rimi? Yosh 18 dan kattami? Bal 60 dan oshdimi? Telefon zaryadi 20% dan kammi? Havo sovuqmi? Bu savollarning javobi odatda ikkita bo'ladi. Ha yoki yo'q. Algoritm ham shunga qarab yo'l tanlaydi. Agar ha bo'lsa bitta ish, agar yo'q bo'lsa boshqa ish.
Endi juda muhim joy. Shart aniq bo'lishi kerak. Masalan, yaxshi ball olsa o'tdi. Bu aniq emas. Yaxshi ball degani nechi? 60 mi, 70 mi, 86 mi? Kompyuter buni tushunmaydi. To'g'ri shart agar ball 60 dan katta yoki teng bo'lsa o'tdi. Mana bu aniq. Tushunarli? Yana bir noto'g'ri shart agar arzon narx bo'lsa ol. Arzon degani qancha? Aniq emas. To'g'ri shart agar narx 2 million so'mdan oshmasa ol. Mana endi kompyuter ham odam ham tushunadi. Demak, bugungi muhim qoida shart noaniq bo'lmasligi kerak, shart aniq bo'lishi kerak. Endi oxirgi misolni ko'ramiz. Siz avtobusga chiqmoqchisiz, qadamlar bekatga borasiz. Avtobus kelishini kutasiz. Agar kerakli avtobus kelsa chiqasiz. Agar boshqa avtobus kelsa, chiqmay kutishda davom etasiz. Bu juda oddiy hayotiy algoritm. Lekin unda shart bor. Ha bo'lsa chiqamiz, yo'q bo'lsa kutamiz. Endi bugungi darsni algoritm tili bilan jamlaymiz. Shartli bajarish quyidagicha ishlaydi. Avval shart tekshiriladi. Agar shart to'g'ri bo'lsa, birinchi yo'l bajariladi. Agar shart noto'g'ri bo'lsa, ikkinchi yo'l bajariladi. Tushunarli? Agar yosh 18 dan katta yoki teng bo'lsa, ruxsat beriladi. Aks holda ruxsat berilmaydi. Endi amaliy mashq qilsak, masalan, odam voyaga yetganmi yoki yo'q? Input nima? Yosh, masalan, 20. Shart nima? Yosh 18 dan katta yoki tengmi? 20 yosh, 18 dan katta. Output demak natija voyaga yetgan bo'ladi. Tushunarli? Bugungi darsdan asosiy xulosamiz shartli bajarish algoritmning qaror qabul qilish qismi hisoblanadi. Kompyuter qarorni aniq shart asosida qabul qiladi. Shart aniq bo'lmasa, natija ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Tushunarli? Mana yana bitta misolni o'zingiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Tushunarli? Ekranda uyga vazifa qoldiraman, izohlarda yozib, demak kod yozmaysiz. Input so'zlarda yozasiz, nima berilgan, shart nima tekshiramiz, agar ha bo'lsa nima qilamiz, agar yo'q bo'lsa nima qilamiz. Output oxirida nima chiqadi. Tushunarli? Keyingi darsda biz takrorlash g'oyasini o'rganamiz, ya'ni bir ishni qayta-qayta bajarish qanday algoritm bo'ladi. Hozircha barchaga rahmat, salomat bo'ling.